U narsa sizni yangi biznes ochishingizga imkoniyat yaratadi. Aynan o'zimda bo'lgan voqea shu MCFO'ni Fido biznes bilan YAPS sistemasida yaratib va Aloqa banki $70 ming, Hamkor banki 90 ming, OFBga 110 ming qilib sotib, men o'zimni biznesga yo'naltirish imkoniyatini yaratganman. Ya'ni shu narsalarni ahamiyat berishinglarni istardim. Birinchisi shu, ikkinchisi nima desa, hozir bolalarni eshitdim, iltimos qilardim, ko'proq raqamlarga ahamiyat berishinglarni. Chunki raqamlar o'zi gapirishni boshlaydi. Agar siz bu raqamlar bilan ishlab turib, raqamlarni investorlarga to'g'ri yetkiza olsangiz, ishoning, sizni raqamlaringizdan investor o'zini raqamini chiqara oladi. Agar u raqamlarni bergan paytingizda ro'y qanaqa bo'lyapti, 1 yillik tushum qanaqa bo'lyapti, toza foyda qanaqa bo'lyapti, u raqamlar o'zi gapirgandan keyin sizni imkoniyatingiz paydo bo'ladi. O'sha raqamlarga taqalib qancha investitsiya kiritish va qancha pul berish imkoniyatlari ochiladi. O'shaning uchun hozir qilingan yoshlarimizdagi pitchga bitta narsaga ahamiyatni, ya'ni ikkita. Birinchisi O'zbekiston sharoitidagi qarorlarni o'qib, o'sha qarorga qaratishinglarni va ikkinchisi raqamlar bilan ko'proq ishlab, raqamlar bilan investorni jalb qilishinglarni istardim, chunki raqamlar so'zdan ko'ra ko'proq gapiradi.